Agar ijozat bersangiz, ushbu tabriklarni sizga o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening mehribonim, jonkuyarim, xonadonimizning ko'rki bo'lgan mehribonim, qalqonim, aziz umr yo'ldoshim. Bugungi tavallud kunlar, shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Allohim umringizni, rizqingizni ziyoda qilsin. Dilingizda nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasini ijobatini bersin Allohim. Baxtimga doimo omon bo'lib yuring. Robbim Allohim sizni ikki dunyosida ham aziz va mukarram qilsin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sizdek insonim borligidan Allohimga har kuni shukronalar aytaman. Ajoyib umr yo'ldosh, oilaparvar, vafodor insonsiz. Hammamiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Har bir ishingiz o'ngidan kelib, ertayu kech baxt, omad hamrohingiz bo'lib yursin. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Jannatlarda ham birga bo'laylik ilohim. Oyijonimni baxtiga ham doimo sog'-omon bo'lib yuring. Sizni Alloh uchun suyguvchi, har doim duoda bo'lguvchi ahli ayolingizdan ushbu tabrikni qabul qilib olasiz.